fuqaroning murojaatining birortasi nazardan chetda qolishi mumkin emas. Nech xalta rodmi kerak, qancha sement kerak, boshqa kerak hisoblarni kelib mahalla raisini olib borib ertaga topshirasizlarda egasiga. Bu akukalar bilan o'zlari suv qilib boshqa to'g'rilib oladi. Maylimi? Tomorqasiga yer bersin, ikki xona uy qurib, zavod qilib, eshigingizni ham bo'lib beraman, ularga xalaq qilmaydigan bo'lib. Topki o'zi bor. Yarim tunda ishlatmaysiz. Keling. Hozir bilan ta'minlanadigan bo'lsa, bu eshon muborak ko'radi, uysosi bo'ladigan joy bo'lsa, sizga men bir xona uy solib beraman. Pullarni ikki xona, bir o'rtada bitta nimasini 3 xona qilib uy solib beraman. Biz sement hammasini tashlab. Gaz ballonni imomga yozib qo'ydim. Uy-joyingizni yozib qo'ydim, oldim, moddiy yordamingizni yozib qo'ydim, shug'ullanamiz. ishlatilgan stalbayro, lekin yaxshi-yaxshilarni tagida beton apparati bor, tepasi yog'och narsalari, simlari bilan o'rnatib beramiz. To'rtta ko'chalarning bo'lsa, to'rttasini o'rnatib beramiz. Taxminan. Har dushanba kuni apparatni yig'ishga men tahlil berasiz. Hammangni ogohlantiring. Takroriy murojaat kelyapti. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Qabullar umuman yuzaki bo'lib qoldi. Birontang borib joyga shug'ullanmaymiz. Kimga yordam berish kerak, kimga muhlati bilan, kimgadir men o'zim yechib beraman. Keyingi qabulda men 4-marta kelishim mana suv masalasida, yo 5-marta kelishim gaz masalasida, yo tok masalasida 2-marta kelishim degan murojaat bo'ladigan bo'lsa, fuqaroga bo'lgan munosabat, agar murojaatga bo'lgan munosabat tashkilot rahbarlari aytib qo'ygan, shunday bo'ladigan bo'lsa, ishdan ketishgacha bo'lgan chorani qo'llaymiz. Fuqaroning murojaatining birortasi nazardan chetda qolishi mumkin emas. Har kuni ertalab uyqudan turganingizdan birinchi ishingiz murojaat bo'lsin. 6 murojaatini ertalabdan uyqudan turganingizda birinchi ishingiz shu bo'lsin. Keyin kecha ishingizga o'tasiz.